Assalomu alaykum hammaga. O'zimiz qadrdon obunachilar. Xo'sh. Hurmatli dehqonlarim, qarangizlar-chi, mana shu pomidorga nima bo'lgan? Shunaqa so'ligan. Hamma o'z fikrini kommentariyada aytib o'tamiz. Bir boshidan ko'ramiz pomidorni mana. Xuddi boyagi bodringga o'xshab chirigan. Bu chirishiga nima sabab bo'lgan deb o'ylaymiz akalar. Kommentga hamma o'zini fikrini bildirib o'tamiz. Mana hozir akalar qurib bo'lgani uchun sizlarga tomirlarini ham ko'rsataman. Bismillah. Mana bu tomir holati akalar. Buni qarang. Nima bo'lgan bo'lishi mumkin? Tomirlar holati haqida anchadan beri ishlab kelayotgan dehqon akalarimiz o'z fikringizni bildiramiz. Bu nima bu? Nima kasallik? Komment yozib ketamiz akalar. Ko'ryapsiz, mana qurigan. Qurib qo'ygan mana ichki holatlar. Qarang, qiziq ichida nima chiqib qo'yapti. Qora narsa nima bo'lsa, shu pomidorning ichki g'o'a qismidan chiqib keldi, ko'rdingizlar hammalaringiz. Mana sindirganim ichimda ekan. Akalar, telefonim oddiy telefon, aybga buyurmaysizlar, xira bo'lsa. Mana akalar, yana ham ko'rsatyapman, mana orasidan chiqayotgan narsani ko'ryapsiz. Bu nima bu? Nimaga bunaqa bo'lib qoladi bu? Qarang. Qora, xuddi qon kanaliga moddalar bir-biriga yopishib, uni hosil qilib tiqilib qolganga o'xshaydi. Akalar, mana balkim bu ham oziqa yo'lini to'sib qo'ygan bo'lishi mumkin pomidorning qon kanalini, ha? Nima deymiz? Mana ko'rinish. Xo'sh, nima deymiz, hurmatli dehqon akalar? Bu holatga nima deymiz? Kasallikning nomi nima? Qanaqa davolasa bo'ladi? Fikringizni kommentariyaga yozib o'ting, iltimos sizlardan. Mana bizda ham hammasi a'lo darajada emas. Mana shunaqa kamchiliklarimiz ham bor. Faqat pomidorlar ekkanimizdan o'zi pishib, o'zi tuyib go'zal bo'layotgani yo'q, hamma taraf. Mana shunaqa joylari ham bor akalar. Mana shunaqa qiziqarli videolar o'tkazib yubormoqchi bo'lmasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.